Nima uchun hozirgi yosh bolalar to'y qilishga oldirmaydi? Hatto 30 yosh, 35 yosh, 40 yosh kelgan chog'ida to'y qilmaydigan nurg'ulg'an tuqqanlarimiz kundan kun ko'payib manyapti. Endi burun bolalar balog'atga yetar yetmasda ota-onasini to'yonni qilib qo'ysang bitta deb oldiratgan bo'lsa, hozir ota-onalarimiz farzandlarimizni to'yingizni qilsak bitta bolam, to'yingizni qilsak bitta deb oldiryapti. Endi bu to'y qilolmaslikning to'yini nima uchun keyingi surib farzand yuzi ko'rmaslikning ki farzand yuzi ko'rishni xohlamaydigan ish hozir jamiyatimizda nima uchun chiqib ketdi degan chog'da o'zim bir ikki dona o'ylanib baqdim-da bu to'g'risida. Birinchidan endi bu bekorchi bo'lgan odam, qo'lida ish yo'q odam to'y turmushiga nihoyat amroq bo'lib ketadi. Anonizm qito yoki to'xtamay jinsiy munosabat o'ylaydi. Bittal baka, bunda hech qanday ish yo'q odam mush ishni bak o'ylaydi. Ikkinchi birisi, hozirgi bu yoshlarimizning uzra nima degan chog'da haqiqatan besimji. To'y qilay, meningki hozir badanim pishib yetildi, to'y qilish yeshimga yetdim men. Davlat yo'l qo'ygan yoshga o'lchamga to'shdim degan bilan bu bolalarningki hamda xizmat besimi, turmush besimi ziyodamak eshib ketgan sababidan to'y turmushini keyniga surdi. Ikkinchidan, to'y selimining ziyodamak ig'ir bo'lib ketish sababidan nurg'ulg'a yosh bolalar o'lchamlik farzand yuz ko'rish yeshidan o'tab ketishining sababi shu. Ondan keyin bu yosh bolalar nima ish qilyapti degan chog'da birinchidan to'y qilish qiyin, ikkinchidan bekor vaqt yo'q. Shu sababdan bu bolalar hozir dushanbadan boshlab juma kunigacha kechini kunduzga ulab ishlab, shanba yakshanba nima ish qilyapti degan chog'da har xil ko'ngil etish faoliyatlarda kecha-kechalab o'ynayapti. Bu yerda o'g'illarmi o'ynayapti, qizlarmi o'ynayapti. Buni o'ynab o'zininki necha vaqtning yaqin shiddat bilan besib turgan jinsiy havasini dal shanba yakshanba kunlari chiqarib o'tadi. Shuning bilan bo'ladi nima bo'ldi degan chog'da birinchi iqtisodiy besim zo'r bo'lmadi. Ikkinchidan bola boqatgan xiyol bo'lmadi. Uchinchidan bolaning besimi bo'lmadi. Oilaning majburiyati bo'lmadi. Shu sababdan bu bolalar işte erkin turmushga ko'nab kundan kunga to'y yashini keyniga surib o'tadi. Meningcha o'g'an chog'da tuqqanlar, yosh kukunlarimiz farzandni qancha burun to'yamizda qancha burun qilsak, shuncha burun farzandni ko'zi ko'rsak, o'zimizning yosh badan quvvatimizning urg'ib turgan mezgillarimizda bizning farzandlarimiz nihoyat aqlli, hushyor, mo'chi tug'iladi, sifatli tug'iladi. Endi hamon bir kuni to'y qilmay olmaydi. To'y nima qildik? 30 yosh, 40 yosh, 35 yoshda to'yingni qilsanglar, u chog'da urug'siqdan to'lab ketgan. Qizlarimizning bo'lsa balyatqu tuxumdan zo'r darajada chekinib ketgan, badan saposi azab ketgan vaqtda tepilgan bola qanday degan chog'da doktorxonaga kelmaydigan ahvolda ko'payib ketadi. Tuqqanlar. Shunga Muşu farzandlarimizni burroq to'y qilsak, yana birga muşu farzandlarimiz yosh, muşu qiz o'g'illarimizding bo'lsa, amal bor. O'zingni yaxshi ko'rgan, o'zingninki umrlik hamroh ekan, deb tuqqan tanlagan muşu juftlarninki to'y chiqimiga har ikki oilaniki chiqish olayotgan holatda to'y salimini silib, to'yingni vaqtida qilib, beshingni o'ngishib olsanglar, yuqumli kasalliklarninki tixinbak taqilib jamiyatimizda jamoat uchun irshad qilib qilishning oldini olsanglar degan umidda.